O yaqinlarim, assalomu alaykum. Tuzimizlar, sog' salomatmisizlar? Xudo xohlasa, navbatdagi Shinraytda 30 mashinasiga tunuka qoplab berdik. Ahamiyat qarataverasizlar. Sizlar uchun ajoyib yangiligimiz bor. Endi poliam splashnoy bo'ladi, uloqsiz, bestek bo'ladi akalar. Hech qayerga uloq tushmaydi. Xo'p, bu mashinaga qoplab bergan tunukamiz poli 1.5lik, bortlari 1.2lik bo'ladi akalar. Xo'p, tunuka qoplanishining asosiy sababini aytib o'taman. Avtomobilingiz pol bortlarini zanglashini, chirishini oldini oladi va bizga tunukalar Pramoy Koreyadan keladi. Koreyskiy risklar rullar bo'lib keladi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Xo'p, akalar bitta obunani bosib qo'yasizlar. Xo'p, akamiz Jonboydan mashinaning egasi. Azim aka, assalomu alaykum. Aka, ishimiz haqida o'zingizni xolis fikringizni aytib o'tsangiz. Ishlar juda sifatli, bizga yoqdi. Mana shu internet tarmoqlarida YouTube'da kelgandik, biz ham qoniqdik. Uloqsiz chiroyli qilib berdi bizga. Eng yaxshi taraf aka bestek, uloq joyi yo'q hech qayerda. O'zingiz sol uchun nima deysiz bunga? Biz hech qayerdan topolmadik, hamma joyda uloqni bizga taklif qilishdi. Shu yerdan ulanmagan chiroyli qilib qildirib ketyapmiz. Ishimiz tezda bitkazib berdi. Azim aka, katta rahmat sizga. Xudo xolasa yaxshi kunlaringiz xizmat qilsin. Hurmatli obunachilar, bizda Shinraytda 30 dan tashqari Labodisdan любой turda yuk avtomobillari uchun tunuka qoplash xizmatlari mavjud. Ko'rib turishingiz mumkin. Bu yoqda bizda katta ob'yomda ish ketadi. Bir kunda o'rtacha 30 dan 40 tagacha yuk mashinasiga xizmat ko'rsatiladi. Manzillarimizga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Samarqand shahrida mavjud, Navoiy shahrida va Buxoro shaharlarida mavjud. Ko'rishingiz mumkin, ish avjida. Kimga shunaqa tunuka qoplash xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqa chiqarasizlar va endi eng qiziq joyi, bu tunukamizning narxi 3.600.000 so'mga tayyor bo'lgan. Pol 1.5 bo'ladi. Qolgan joylari 1.2lik 3.600.000 so'm. Agar polini ham 1.2lik qilaman desangiz, 3.300.000 so'mga Shinraytda 30 mashinalariga tayyor bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqa chiqarasizlar.